Yangilanayotgan O'zbekiston negizida barcha tarmoqlar singari qishloq xo'jalik tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar yangi bosqichga olib chiqilayotgani, agrosanoat sohasini yanada rivojlantirish, yerlardan samarali foydalanish, mahsulot tayyorlash, uning eksport salohiyatini ko'paytirish, fermer, dehqonlarning daromadlarini oshirish, xalq farovonligini yuksaltirishda o'zining natijadorligini ko'rsatmoqda. Prezidentimiz tashabbuslari bilan birgina paxtachilikda zamonaviy texnologiya, ilg'or ish uslublari, xorijiy urug'larni qo'llash, yig'im-terimni mexanizatsiyalash asnosida oq oltinning pishib yetilish muddatlari qisqardi. Mavsum tez va soz nihoyasiga yetmoqda. Xomashyoning sifati yaxshilanib, hosildorlik gektariga 50-60 sentnerga to'g'ri kelmoqda. Payariq viloyatimizning eng olis hududlaridan birida joylashgan. Iqlim, tuproq, suv sharoiti nisbatan noqulay, ob-havosi bir oz salqin tumanlardan sanaladi. Yaqingacha oktyabrning oxiri, noyabr oylarida paxta yig'im-terimiga kirishgan fermerlar belgilangan rejalarni zo'rma-zo'r bajarib, tarmoqdan nuqul iqtisodiy zarar bilan chiqishgani ayni haqiqat. Bugun vaziyat boshqacha. Zamin zargarlarning tashabbuslari, ilm-fan bilan ishlab chiqarishni integratsiyalash, qishloq xo'jaligiga hamkor boshqarma, tashkilot, bo'limlar sa'y-harakati tufayli g'o'za parvarishi bilan bog'liq agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida belgilangan talablar asosida o'tkazildi. Muhim jihati, paxta yig'im-terim mavsumida qo'l kuchi qisqartirildi. Hosilning asosiy qismini zamonaviy paxta terish mashinalari yordamida saranjomlashga e'tibor qaratildi. Bu esa ne mashaqqatlar bilan yetishtirilgan qimmatbaho sanoat xomashyosini odatdagidan 1,5 oy barvaqt yig'ishtirib olish imkonini berdi. Shu tariqa minglab odamlarning mehnati yengillashdi. Paxtaning tannarxi arzonlashdi. Fermer xo'jaliklarining iqtisodiy darajasi mustahkamlandi. Tumanda ayni paytda so'nggi maydonlardagi paxta mashinalari yordamida terib olinmoqda. Bizning Payariq tumanimizda 2025-yil paxta hosili uchun 7310 gektar joyga maydonga chigit ekilgan. Shundan kutilayotgan hosilimiz 36270 tonna kutilyapti. Shu kungacha 2025-yil paxta rejasini yana bajaramiz degan umiddamiz. Bu 2025-yil paxta yig'im-terim mavsumiga hurmatli prezidentimiz tashabbuslariga binoan mana qishloq xo'jalik texnikalarini yangilash, yanada takomillashtirish, yanada qo'l mehnatidan voz kechib ko'proq zamonaviy texnikalardan foydalanish maqsadida mana bu yil biz paxta 2025-yil paxta yig'im-terim mavsumiga 18 dona paxta terish mashinalari ishtirok etyapti. Shundan 14 dona bashiran, 4 dona svan rusumli paxta terish mashinalari. Bu har bir paxta terish mashinalari mavsum boshidan buyon kuniga 45-50 tonnadan o'rtacha paxta yig'im-terim ishlarida davom etyapti. Mexanizatorlarga malakasini oshirish bo'yicha mana paxta terim mavsumidan oldin mana mexanizatorlarni hammasini yig'ib, Daxbetqo'rg'onda joylashgan Agrar universiteti filialida 3 kunlik o'quv seminari tashkil qilindi. Malaka oshirdi mexanizatorlarimiz. O'rgangan nazariy va amaliy bilimlarini hali mavsum davomida ishlatib kelmoqda. Bu mashinalarning afzallik tomoni birinchi navbatda qo'l mehnatidan voz kechish. Servis xizmatlari to'liq yo'lga qo'yilgan. Bu masala bo'yicha hech qanday muammo bo'lgan yo'q. Hamkor tashkilotlar tomonidan, masalan, agrolizing tomonlaridan mutaxassis agar biron bir narsani tushunmasa, mutaxassislar kelib o'rgatib, joyida muammolarni bartaraf etib, kamikoslarni mexanizatorlarimizga o'rgatib, tushuntirib berib ketishyapti. Ta'bir joiz bo'lsa aytish kerakki, bundan 5-10 yil muqaddam dalalardagi paxtani 3 martadan yig'ishtirib olishga to'g'ri kelar edi. Intensiv texnologiyani qo'llash natijasida g'o'za defoliatsiyasidan so'ng paxta yoppasiga ochilgandan keyingina uni saranjomlashga kirishildi. Zotan dehqon mehnati bilan yaratilgan g'o'za chanoqlaridagi lo'ppa-lo'ppa paxtalar kimning havasini keltirmaydi deysiz. Biz Hasan Husan muqobil mashina traktor parkiga qarashli Hazrati Polvon Usmonov fermer xo'jaligi dalalarida bo'lganimizda dehqon mehnati mahsulini ko'rib ko'zimiz quvnadi. Ufqqa tutashib ketgan paykallardagi oppoq harir ro'molga o'ralgan paxtazor xayolimizni o'g'irladi. Uzoqdan paxta terish mashinasining na'rasi eshitilmoqda. U bizga yaqinlashgan sari shpendellarning tortish kuchi orqali bunkerga qoqib tushayotgan momiqlarni ko'rib, zamonaviy texnika vositasining qudrati daladagi paxtaning misqolini ham qoldirmay toza terayotgani hayratimizni oshirdi. Mana shu Hazrat Polvon Usmonov fermer xo'jaligi 2025-yil paxta hosili uchun erta bahordan 80 gektardan ziyodroq maydonga shu o'zimizning mahalliy Sulton Navini elita urug'ini ekkanmiz. Mana bugungi kunda yig'im terimni yakunlayapmiz. Hozir 50-52 sentnerdan gektardan hosil olyapmiz. Qishloq xo'jaligi bilan ilm-fanning integratsiyasi. Haqiqatan ham buni ekishda
shu ilg'or texnologiyalar asosida shu tuksiz chigitni donalab tashlaydigan selkada, pnevmatik selkada ekkanmiz. Oziqlantirishni ham, kultivatsiya qilishni ham shu ilg'or texnologiyalar asosida yangi kultivatorlar bilan ishlov berganmiz. Qolaversa, mana yig'im-terimda har yili juda katta xarajatlar bilan qo'l terimga majbur bo'lardik. Aholi qachon bo'shar ekan, qachon chiqar ekan degan ma'noda qarab turardik. Mana bugungi kunda 80 gektarda bir haftani ichida yig'ib teryapmiz. Muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan kelayotgan yangi texnologiyalar asosida paxta terim mashina olganmiz. 2024-yilda bitta bashiran Xitoyda ishlab chiqarilgan paxta terish mashinasini oldik. 2025-yilda mana yana bitta bashiran mashinasini oldik. Teryapmiz. Avvallari misol uchun shu bir kunlik topshirgan paxtamizni 250-300 ta odam tergan bo'lsa, mana bugungi kunda bitta mashina o'zi eplayapti. Mashinani ham misol uchun qimmat deyish mumkin, boshqa deyish mumkin, lekin bor, agar hisob kitob qiladigan bo'lsangiz, ma'lum bir foizda NDS qaytaryapti. Muhtaram prezidentimizni farmon qarorlari asosida 15% mana shuni qiymatiga yarasha subsidiya hisob raqamimizga tashlab berdi. Shuni evaziga katta miqdorda iqtisod qilib, kelajakda yana shunaqangi mashinalar, bundan boshqa mashinalar olishga, o'shani iqtisod qilingan mablag' evaziga, olingan foyda evaziga shunaqangi texnologiyalar olishga harakat qilib, shu borada ishlarni olib boryapmiz. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Kundan kun yangilanish, o'sish, yuksalish jarayonlari ro'y bermoqda. Kechagina paxtadan 35-40 sentnerlik ko'rsatkichni marra degan bo'lsak, hozir 50-60 sentner cho't bermay qoldi. Albatta, bularning hammasi yaxshilik alomati. Zotan davr talabi qishloq mulkdorlaridan faqat dehqonchilik sir asrorlarini bilishni emas, balki ilm-fan, aql-zakovat bilan ishlashni taqozo etmoqda. Xullas, qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan intensiv texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish yurtimizda amalga oshilayotgan islohotlarning bosh maqsadi hisoblanadi. Zotan paxta xomashyosini yetishtirish, uni yig'ishtirib olishni to'liq mexanizatsiyalash, mahsulot tayyorlash hajmini yanada oshirish, uning narxini pasaytirish, daromadni ko'paytirish, moddiy manfaatdorlik negizida fermerlarning erkinligi, mustaqilligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Muhimi, erishilayotgan ijobiy o'zgarishlar amalga oshilayotgan islohotlar natijasidir.